Bu yerda yaratgan narsamiz konstanta tipida rol o'zgarishni yaratdik. Bizning IT parkimizda hamma sharoitlar bor. Men kabi yana ko'pchilik maktab o'quvchilari daromadga erishyaptilar. Sun'iy intellekt barcha ishni o'zi qilmoqda. Buni yanada rivojlantirish uchun biz sun'iy intellekt kurslarida o'qiyapmiz. Prezidentimizga katta rahmat, bizga shunday shart-sharoitlar yaratib berganiga. O'zbekistonda axborot texnologiyalari sohasi keng rivojlanib, IT kompaniyalar nafaqat poytaxt, viloyat markazi, balki tumanlarda ham faoliyat olib bormoqda. 2025-yilning oxiriga kelib, O'zbekiston bo'ylab 23 ta yangi IT markaz ochilgan. Mamlakat bo'yicha IT park rezidentlari soni 3000 tadan oshgan. Hududlarda IT markazlar faoliyatining yo'lga qo'yilganligi sohani rivojlantirishda asos bo'lmoqda. Xususan, Xorazm viloyatining barcha tumanlarida tashkil etilgan IT parklar chekka tuman va mahallalarda istiqomat qilayotgan yoshlarga keng imkoniyat bermoqda. Davlatimiz rahbarining tashabbusi bilan raqamli iqtisodiyotni rivojlantirish va IT sohasini kengaytirish davlat siyosati darajasiga ko'tarildi. Va bu hududlar kesimida yoshlarning bandligini ta'minlashga ham xizmat qilyapti. Masalan, Xorazm viloyatida oldin Urganch shahrida, ya'ni viloyat markazida IT parklar faoliyat yuritgan bo'lsa, bugun Xorazm viloyatining barcha tumanlarida ham IT parklar tashkil etilgan va ularda 10 turdan ortiq yo'nalishlarda maktab o'quvchilariga bepul ta'lim berilyapti. Ya'ni IT sohasi mukammal tarzda o'rgatilyapti. Biz mana Yangibozor tumanidagi IT parkdamiz. Aynan mana shu yerda yaratilgan shart-sharoitlarga e'tiboringizni qaratamiz. 2023-yil Prezidentimizning Xorazm viloyatiga tashrifi chog'ida shu IT sohasini yanada rivojlantirish, Xorazm viloyatini shu IT markazi qilish topshirig'idan keyin Vazirlar Mahkamasining 451-son qaroriga asosan barcha Xorazm viloyatidagi tumanlarda IT parklarda raqamli ta'lim rivojlantirish markazining Muhammad al-Xorazmiy vorislari loyihasi joriy qilingan. Hozirgi kunda 4000 nafardan ortiq o'quvchilar Xorazm viloyatida Muhammad al-Xorazmiy vorislari loyihasida ta'lim olib kelmoqdalar. Bepul tarzda IT hamda ingliz tili bo'yicha ta'lim olib kelmoqdalar. Jumladan bizning tumanimizda ham 300 nafardan ortiq o'quvchilar mana shu dasturlash hamda IT yo'nalishlari bo'yicha malakali mentorlardan ta'lim olib kelmoqdalar. Bizning tumanimizda ham, barcha tumanlarda ham IT parklar eng zamonaviy turdagi, eng oxirgi kompyuterlar bilan jihozlangan, interaktiv doskalar bilan jihozlangan, malakali mentorlar, ya'ni o'z proyektlarini joriy qilib kelgan, hozirgi kunda barcha sanoat sohalarida yoki ta'lim sohalarida ishlab turgan proyektlarda yaratgan mentorlar tomonidan o'quvchilarga bepul amaliy darslar o'tkazib kelinmoqda. Tumanimizda ham 100 nafardan ortiq o'quvchilar xalqaro IT sertifikatlarga ega, o'zining ingliz tili bo'yicha TOEFL, IELTS sertifikatlariga ega va o'quvchilarimiz yuqori sinf, ya'ni bitiruvchi sinflarimiz orasida o'zining ishlab chiqqan dasturlarni, ya'ni proyektlarni tatbiq qilib amalda daromadga ega bo'lishni boshlashgan. Ishonamanki, bizning Muhammad al-Xorazmiy vorislari loyihasida o'qiyotgan o'quvchilarimiz kelajakda butun O'zbekistonda va butun dunyoda IT bozorida o'zining o'rnini topadi degan umiddamiz. Keling, yaxshisi mana amalda o'zimizning faoliyatimiz bilan tanishtirsak. Marhamat. Hozir mana IT mentor bo'yicha o'quvchilarga dars mashg'ulotlari o'tyapsiz. Aynan mana shu yo'nalishda tahsil olgan o'quvchilar kelgusida qanday faoliyat olib boradilar va bularga qanaqa foydali jihatlari bor demoqchiman. Asosan mana maktab o'quvchilari va bu yerda bizda hozirda IT va ingliz tili bo'yicha dars beriladi. Asosan boshda computer science, ya'ni kompyuter bilimlar o'rgatiladi. Undan keyin dasturlashga kirish va dasturlash asoslari. Va asosan boshida kirish qulay bo'lgan front-end. Ya'niki sayt yoki biror bir narsani
tomoni yaratishni o'rgatib olamiz bunga. HTML, CSS, JavaScript va boshqa mukammal dasturlash tillari bo'yicha. Undan keyin bularni qiziqishiga qarab yo'nalishlarga bo'lamiz. Kim qaysi yo'nalishda zo'r bo'lsa, shu yo'nalishga ajratib, shu yo'nalish bo'yicha chuqurroq bilim beriladi. Biz bu yerda asosan dasturlash asoslarini o'rgatamiz. Ma'lum o'zlari qiziqqan yo'nalish bo'yicha mukammal darajada o'rgatib olamiz va keyin bularni biz 11-sinfda IT kompaniyalar, ya'ni IT dasturlarini, IT loyihalarini ishlab chiqadigan kompaniyalarga amaliyotga yo'naltirib beramiz. Asosiy maqsadimiz shu. Chekka tumandagi yoshlarga bilim beryapsiz. Bugun ulardagi qiziqish qay darajada? Zamonaviy infratuzilma yaratib berilgan, o'quvchilarda qiziqish katta. Shijoat bilan o'qishadi. Misol uchun bizda endi to'g'risini aytaman, bu yerda saralangan o'quvchilar, faqat IT ga qiziqadigan, hammasi zo'r. Hammasida har xil yo'nalish bo'yicha qiziqish bor. Kumushoy qizimiz bor. Yoshlikdan IT ga qiziqadi. Men o'zim ishonaman, oxirigacha bora oladi va yaxshi dasturchi kelib chiqa oladi. Mahsulot sotib boshlagan o'quvchilarimiz ham bor. Ular o'z-o'zida qo'shimcha shug'ullanib, bizdan, bilmaganlar, boshqa yerlardan o'rganib bo'lsa ham, hozirgi kunda daromadga kirgan. Yurtimizga kuchli dasturchilarni yetkazib bera olamiz deb ishonaman. Avval bizda shahar markazida, Urganch shahrida bo'lgan, hozirgi kunda barcha tumanlarda ko'rib turganingizdek yaxshi sharoit yaratib bergan, internet, kompyuter, hamma sharoitlar bor. Shu infratuzilmadagi IT parklar qurilib berilgan. Ya'ni bu degani nima? Prezidentimiz bizni qo'llab-quvvatlayapti, shunchalik kuchli va biz ham shu yaxshi natijalar, yaxshi dasturchilar yetkazib berishimga ishonaman. Men 33-maktabda tahsil olaman. 2 yildan buyon Al-Xorazm varislarida ta'lim olib kelyapman, dasturlash bo'yicha. Hozirda bizga qo'shimcha qilib ingliz tili ham o'rgatilib boshlandi. Dasturlashga maktab paytidan qiziqib boshlangandi. Keyinchalik bu loyiha haqida imtihon e'lon qilingandan so'ng mening fan o'qituvchim bunga meni chorladi va men imtihonlardan topshirib, birinchi bosqichdayoq o'tib hozirda tahsil olib kelyapman. O'qituvchim orqali turli xil tillar, JavaScript, Python turda tillar o'rganib kelyapman. Bular menga yaxshi ko'nikma bo'lib, bu yerda tugatgandan so'ng albatta yaxshi dasturchi bo'lib yetishishga harakat qilaman. Avvalambor mantiqiy fikrlash kuchli bo'lishi kerak va juda sabrli inson bo'lish kerak, chunki kompyuterning oldida o'tirish bu katta sabr talab qiladi, lekin daromadli soha. Men Xorazm viloyati Yangibozor tumani Al-Xorazmiy varislari qatnashchisi Baxtiyor Muxlisa bo'laman. Bu loyihada deyarli 2 yildan beri o'qib kelyapman va shu muddat ichida biz bir necha dasturlash tillarini o'rganib, hozirda o'zlarimiz o'rgangan bilimlar asosida turli xil loyihalar ishlab kelmoqdamiz. Hozirda bizni o'qish doirasida turli xil olimpiada tanlovlar bo'lib kelyapti. Masalan, o'tgan yili startup, ya'ni Ideaton olimpiadasida 1 va 2 o'rinlarni qo'lga kiritdik. Undan tashqari hozirda bo'lib turgan olimpiadalarda qatnashib, viloyat, respublika bosqichlarida o'zlarimizning loyiha bilan qatnashib kelmoqdamiz va bir necha yutuqlarga erishdik. Albatta bu bizga yaratilgan imkoniyatlarning natijasi hisoblanadi, chunki bizning IT parkimizda hamma sharoitlar bor. O'qish uchun qulay etib yaratilgan va biz bundan o'zlarimizga yetarli darajada bilim olyapmiz. Hamma mentorlarimiz shu tajribali, bizga bilimlarni zamonaviy yo'llar bilan o'rgatib kelyapti va kelajakda O'zbekistonni ham jahon IT bozorlariga olib chiqishni niyat qilganmiz. Raqamli taraqqiyot bu bilim va imkoniyat, ortga qaytmas islohotlar yo'li. Xullas, xorazmlik yoshlar davlat, prezident tomonidan yaratilgan sharoitlardan foydalangan holda ko'rib turganimizdek kelajak sari yangi texnologiyalardan foydalangan holda qadam tashlayaptilar.